Hojilarimiz uchun yana bir yangilik. Quyidagi Alaya magazinida har bir narsani 25 riyaldan olishingiz mumkin. Atigi. Qanday deysizmi? Unda birga ko'ramiz. Ketdik. Hattoki O'zbekistonda ehrom ko'tarib ham kelishingiz shart emas. Atigi 25 riyalga eng zo'r, yaxshi paxtali ehromlarni ham olishingiz mumkin. Futbolkalarni atigi 25 riyalga ham olishingiz mumkin. Ajoyibmi? Ipakli, ham paxtali. Mana ko'rib turganingizdek ajoyib jinsiy shimlar. Atigi 50 riyalga ikkalasi. Kilodir. Mana bu ipak shoy matoli, mana bu erkaklar ko'ylagi ham 25 riyaldan. Bu boshqa joyda esa, boshqa haramiy hududidagi magazinlarda esa 70 riyaldan. Agar ayol kishiga $100 pul berib, mana shu mana shu magazinga kirgizsangiz, butun magazinni ko'chirib ketar va aniq. Sizga qaysi biri yoqdi? Oqimi, qishqisimi yoki yashilimi?